Videoni oxirigacha ko'ring. Ko'pchilik so'ragan mana shu turban ro'molini video darsligini Instagram sahifamga joyladim. Buni har bitta to'rt tarafdan oz-ozdan joy qoldirib, xuddi mana shunday tepasi ham, pasti ham, eniga ham, bo'yiga ham 3-3 santimetrdan qilib burchaklar chizib olasiz. Chizib olganingizdan so'ng tepasidan har bitta katakchani nuqta qo'yganingizdan keyingi katakchalarni 1-2 qilib belgilab olasiz. Juft songa o'ng tarafga qarab, tog' songa esa chap tarafga qilib chiziqlarni chizib olasiz. Chiziqlar to'g'ri chizilsa, gullaringiz o'xshab chiqadi. O'shaning uchun chiziqlarni to'g'ri qilib chizib olishingiz kerak bo'ladi. Keyin tikishga o'tirsangiz, gullaringiz sizda ham chiroyli o'xshab chiqadi. Tikishingizda asosan ipni uzmay tikkaningiz yaxshi bo'ladi. Chunki deganda gullaringiz buzilib ketmasligi uchun, gullar buzilmasligi uchun ipni uzmasdan chiroyli qilib akkuratni qilib tikib olasiz. Xuddi mana shunday ko'rsatilgandek har bitta chiziqni qo'l mehnatida tikib chiqishimiz kerak bo'ladi. Gullarimiz tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi. Gullarimiz tayyor bo'lgandan so'ng xuddi mana shu shaklda chiroyli bo'lib tayyor bo'ladi. Har bittasini tikib olasiz. Men qancha mato ketganini bilmayman, lekin chizib asosida xuddi mana shunday qilib, lekin tayyor holati 45-50 santimetr bo'lishi kerak. Tepasini dumaloq shaklda chizib olasiz. Tagini ham astarli qilib tiksangiz akkuratni toza bo'lib chiqadi. Videoda ko'rsatilgandek har bitta gulni xuddi mana shunday qilib mashinada choklab olamiz. Keyin choklab olganimizdan keyin astar bilan ikkalasini birlashtirib tikib, orqa tarafiga rezin tikib olishimiz kerak bo'ladi. Boshda ushlab turish uchun tikilish jarayonlarini ozroq ko'rsatganman. Unchalik hammasi to'liq olinmagan. Lekin tikishni bilgan odam videodan ko'rib o'rganib olsa bo'ladi. Xuddi mana shunday shaklda tikib olishimiz kerak bo'ladi. Mana tayyor bo'ldi. Astarni dumaloq qilib bichib olasiz. Agar xuddi ana shunday chok yurib chiqsangiz, gullar buzilib ketmaydi, ham chiroyli chiqadi. Videoga unchalik yaxshi ololmaganman. Bir o'zim olaman, chunki tikishni ham, videoni ham o'zim olganligim sababli unchalik chiroyli chiqmagan bo'lsa, hammadan uzr so'rayman. Kimki tushunmagan bo'lsa, tushunmagan joyini kommentariyaga yozib qoldiringizlar. Iloji boricha javob berishga harakat qilaman. Ko'p kadrlar o'xshamay qolgan sababi tikishni ham, bitishni ham, videoga olishni ham o'zim qilganligim sababli. O'shaning uchun uzr so'rayman. Kim tikishni bilsa, bemalol videodan ko'rib tikib bichib olsa bo'ladi. Tikib bichib o'ziga yoki yaqinlariga tikib bersa bo'ladi. Mana shunday foydali videolarni o'tkazib yubormasligi uchun mening sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Mana shunday foydali videolar chiqarishimga meni qo'llab-quvvatlab turing va tikuvchi Dildora kelinkangizni duolaringizda eslab qo'yib, yurakchani qisartirib qo'ying.